Agar siz o'zingizga gibrid crossover qarab yurgan bo'lsangiz, bu mashinaga bitta e'tibor bering. Xpeng G7 mashinasi. Bu mashina 1700 kilometr zapas hod. Batareyaga bo'lsa 430 kilometr. Juda ham ajoyib, katta batareya. Mashinamizni Michelin balon R20 diskida bu black qilingan, polniy black bo'ladi. Masalan, mana bunaqa diskasi ham bor. Yokida uni hammasi qop-qora diskasi ham bor. Ya'ni night paketda polniy. Ba'zilar atilabdan qildirishadi-yu night paket. Bunda tayyor night paket. Mana orqa ko'rinishini ham ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli ishlangan mashina. Mashina zadniy privod. Tezligi taxminan 6 sekund 0 dan 100 gacha. Bu yetarli darajada menimcha va 4 ta eshik prisoska bor. 4 ta eshikda ham prisoska. Bezramочный oyna. Koja bu yerda plasmas. Hop, oynalar ochib yopish knopkasi juda ham zo'r. Ya'ni pastga bosasiz pastga, tepaga bosasiz tepaga. Ko'pchilikda muammo bor. Hozir tepaga chiqib turadigan knopkalar hamma adashib ketadi. Tepaga pastga bosayotganda bu yerda oddiy qilib qo'yilgan. Pastga bosasiz pastga, tepaga bossangiz tepaga chiqadi. Hop, saloni bu seri salon. O'zi aslan shu salondan kelgan, ko'pi bizga. Mashina juda ham yumshoq, keng, rullari multirul, hammasi ajoyib. Ruchnoy tushirib ko'tarib chiqiladi, tepaga pastga navvilit bemalol ko'tariladi yetarli darajada. Hop, bu yerda user face ID, orqani ko'rish kamerasi bor. Head up displeyda hammasi ko'rinadi. Hozir sizga qanchalik ko'rinyapti bilmadim. Menga bitta mashinacha ko'rinyapti shu yerda. Mana sizga ham ko'rinyapti shekilli, ranglari almashib turibdi, lekin bu yerda ko'z bilan ko'rganda faqat oq turibdi. Hop, o'sha lidar sistema hamma mashinalarni ko'rib turasiz. Muammo yo'q, rusifikatsiya, master account, programma hammasi yozib beriladi. Akustikasiga gap bo'lishi mumkin emas, juda sifatli, yaxshi akustika. Hop, oldida obduv, обогрев, massaj va нулевой gravitatsiya. Mana buni qarang, qanaqa takoy yon ushlab turishlari shunaqangi cho'nqir. Qarang, qanaqa qilingan. Juda ham quchoqlab ushlab o'tiradi sizni. Tepa panorama qoraymaydi, issiq o'tkazmaydi lekin. Men bunda yurib ko'rdim. Imini quyosh paytida ham juda ham zo'r ushlayapti. Quyoshni 99% bemalol quyosh nurlarini qaytaradi. Bu yerda katta cho'nqirgina bar. Bu yerda bardachokka ochsa bo'ladi bu yerda. Va hamma narsa через planshet orqali boshqaradi. Bu yerda knopka yo'q ochish uchun. Shu yerdan ochish kerak. Bu ba'zida qulay ham, hamma yoningizga o'tirgan odam mana bu ochib ko'rira olmaydi. Siz bilasiz qayerdan ochishni va o'shdan ko'rasiz. Orqani ko'rsatishga mana yoqdim kamerani. Yaxshi. Orqani ko'ramiz. Keng, katta. Telefon zaryadga qo'yishga охлажденияsi ham bor. Bu bemalol yotgan holida ko'ryapsiz siz hozir buni. Men bemalol o'tiribman shu yerda, yana o'zimning orqamda o'zim ham bemalol o'tiraman. Hali yana mana 3 ta barmoq bor hali tegishiga va siz bu yerda yana ham yotqizish yoki turg'izishingiz mumkin. Bittasi orqa spinkani turg'izib yotqizishga va bu oynani ochib yopishga. Podstakanniklar joyida. Orqada ham obduv, обогрев, massaj. Juda ham zo'r. Bagaj kengina, katta. Bu yerda
Subwoofer bor. Tagida yana nishasi bor narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Yotqizish mumkin, katta bagaj bo'ladi. Bu yoq tomonni ham, bu yoq tomonni ham yotqizsangiz, bitta ровный pol bo'ladi. Orqadagi monitorni aytmasdan ketibman. Orqadagi monitorga ham siz bemalol YouTube yokida bir boshqa programmalarni yozib olishingiz mumkin. Orqa uchun monitorchi vazifasini bajaradi u ham. Juda ham zo'r. Bu yoqda нулевой gravitatsiya qilishingiz mumkin. Orqa yotadi va нулевой gravitatsiyaga ko'tariladi. Ko'rishingiz mumkin. Yotganda maza qilib, xuddi bir osilib yotgandek effekt beradi. Невесомость deydimi? Shunaqada yotgandek bo'lasizda. Xo'p, atirlari bor. 3 xil atir qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda USB-C, USB-A hammasidan bor. Massaj, obduv, обогрев hammasi. Eshik ichkaridan knopkada ochiladi. Va 4 ta eshik prisoskasini aytdim. Bu mashinamizning narxi 41500. Xpeng ofitsial salonidan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Nomingizga to'g'ridan-to'g'ri счет spravka orqali olishingiz mumkin. Bir kunda nomingizga оформить qilib beramiz. Mashinani 3 yil garantiyasi, 100 000 kilometr probegga beriladi. Garantiya nimalarga beriladi? Garantiya sizni batareyangizga, invertoringizga va motori defektiga beriladi. Lekin sizda agarda benzindan muammo bo'lib, detonatsiya yoki nimadir bo'lgan bo'lsa, unga berilmaydi. Portion sinib ketishi yoki bir boshqa narsalar, bular albatta benzin kачествосiga bog'liq narsalar. Mashinada pnevma podveskalar yo'q, lekin bu degani mashina жесткий emas. Juda ham yumshoq mashina. Men haydab ko'rganman, juda ko'p mashinalar bilan solishtirganman. Sizga aniq yoqadi. 41500 ga bunaqa yumshoq mashina bilmadim. Kelinglar, King Motors avtosalonlarida sizlarni kutib qolamiz.